Yangi tug'ilgan chaqaloqqa suv berish kerakmi? Yo'q, 6 oygacha bo'lgan chaqaloqqa suv berish shart emas. Agar u ona suti bilan emizilayotgan bo'lsa. Nega suv berish kerak emas? Ona suti tarkibi 88% suvdan iborat. U chaqaloqning suyuqlik ehtiyojini to'liq qoplaydi. Suv berilsa, chaqaloqning ishtahasi pasayadi. Bola kam yemadi. Natijada kerakli kaloriya va oziq moddalarni ola olmaydi. Suvli intoksikatsiya xavfi bor. Yangi tug'ilgan bolada buyraklar hali yetuk emas. Hatto oz miqdordagi suv ham qondagi natriy darajasini tushirib yuborishi mumkin. Bu esa sudragi yoki yana boshqa asoratlarga olib keladi. Infeksiya xavfi. Suv toza va sterilniy bo'lsa, bolaning hali kuchsiz immun tizimi unga qarshi tura olmasligi mumkin. Qachondan boshlab suv berish mumkin? Ya'ni qo'shimcha ovqatlar boshlangandan keyin. Suv oz miqdorda, dastlab 1 yoki 2 choy qoshiq qilib beriladi. Faqat qaynatilgan va sovutilgan suv yoki maxsus bolalar uchun mo'ljallangan ichimlik suvi bo'lishi kerak. Sun'iy oziqlantirilayotgan bolalargacha, agarda chaqaloq kasha yoki smeslar bilan oziqtirilayotgan bo'lsa, ayrim hollarda pediatrda ruxsati bilan oz miqdorda suv berilishi mumkin. Eslatma: har qanday o'zgarishlardan oldin bolaning shifokori bilan maslahatlashish zarur.